Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda tomga pena quyish haqida gaplashamiz. Agar tomingizdan sovuq o'tayotgan bo'lsa yoki issiqlikni bir xilda ushlab turmoqchi bo'lsangiz, bu usul juda foydali. Tomga pena quyishning afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loydan 2 barobar yengil bo'ladi. Keyin izolyatsiyani ham zo'r ushlab beradi. Biz quyib bo'lganimizdan keyin uydagi haroratni bir xilda ushlaydi, issiqlik tomdan chiqib ketmaydi. Yoz kunlarida bo'lsa, quyosh nurlari ichkariga kirmaydi, uy salqin holatda bo'ladi. Havoni umuman o'tkazmaydi. Shovqinni ham sezilarli darajada kamaytiradi. Eng muhimi ishonarli, tez va mustahkam qilib quyib beramiz. Bu mahsulotimiz boshida ko'rib turganlaringiz shunday suyuq holatda bo'ladi. Uni quyganimizdan keyin 10 minutda qatiydi, qurishiga 1 oy vaqt kerak bo'ladi. Bu taraflarimizni ham mana quyib oldik, bir qator. Ustida bemalol yursa bo'ladi. Suv bachoylarini olib chiqib, qo'yib bemalol yurilaveradi. Yorilishi yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi holatda qatiydi. Bu tarafimiz mana shu joyimiz qoldi, hozir bir boshdan quyib ketyapmiz. Bu joyimizga ham shu 7 sm qilib qo'yadigan bo'ldik. Shlipovka vassalilarni ustiga ko'rib turganlaringda shunday materialni yozamizda, shuni ustidan quyib ketaveramiz. Xo'p, bu mahsulotlarimizning tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, penas qo'shiladi, sement qo'shiladi. Shunday holatda, suyuq holatda ustimizni quyib ketaveramiz. Shunda o'zi past baland joyga oqib borib, razmeri chiqaveradi shunda. Mana bu taraflarimiz ham bo'lib qoldi. Hozir bu materialimiz taklanib qolgan ekan, totganimizni hisobiga mana shu joyimiz ichi shunaqa bo'lib ko'chib ketib qoldi. Pastlarni ham mana ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz baho beraverasizlar. Qo'ldan kelgancha sifatli nimasiga ham qarab iloji boricha tekizlab quyib ketyapmiz mana. Hozir quyganimizga ham mana bo'lgan bo'lsa bir 3 soat bo'ldi. Mana bemalol ustida yuribmiz. Bu tarafimizga mana daji ko'rib turibsizlar, mahsulotlarimizni olib chiqib oldik. Suv bachoylarimizni, gipslarimizni olib chiqib o'rtani qog'izdik. Shu joyga quyapmiz mana bir boshdan. Bu mahsulotimiz videoda boshida aytib o'tganimizdek vazni yengil bo'ladi, loydaqa yorilib ketmaydi. Izolyatsiyani ham zo'r ushlab beradi. Keyin yonmaydi. Buni ko'pchilik so'rayapti, yonar ekan deb. Bu quygan narsamiz yonmaydi, chunki yonadigan narsani o'zi yo'q tarkibida. Keyin mana bu sichqon, hasharotlar ham tegadigan narsa emas, kavlaydigan narsa emas. Shunday quyamiz, shunday holatda qoladi. Yorilishi yo'q, boshqa yo'q. Xudo xolasa joyli qilib mustahkam qilib quyib beramiz. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz beraverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Rahmat hammaga.